Mehnat insonni ulug'laydi. Odamlar orasida tildan tilga o'tib kelayotgan bu so'zlar zamirida qanchalar ma'no mujassam ekanligini halol mehnati bilan elda obro' e'tibor topayotganlar yaxshi biladilar. Namangan viloyati Uychi tumanining Jiydakapa qishlog'ida tug'ilib o'sgan Mahmudulla Yunusov ham fidoyi mehnatlari bilan elda e'zoz topgan hamyurtlarimizdan. Sobiq Ulug'bek nomli shirkat xo'jaligida faoliyatini boshlagan Mahmudulla aka umrining salkam 40 yilini qishloq xo'jaligi sohasi rivojiga bag'ishladi. Agronom entomolog, agroximik, bosh agronom, paxtachilik brigadasi boshlig'i bo'lib ishladi. 2001-yili Yunusbek fermer xo'jaligiga asos soldi. Bugungi kunda to'ng'ich farzandi Hakimjon mazkur xo'jalikni mohirona boshqarib kelmoqda. Joriy yilda 32 gektar maydonda g'alla parvarishlanib, 65 sentnerdan hosil olindi. Ayni kunlarda 33 gektar maydondagi g'o'za parvarishi kuchaytirilmoqda. 20 gektar maydonda ilk bor tomchilatib sug'orish yo'lga qo'yildi. Mahmudulla ota kun ora dalalarni aylanib, maslahat va tavsiyalarni berib boradi. Men o'zim olim agronomman. Andijon paxtachilik institutini agronom bo'limini bitirib, 40 yildan ortiq shu qishloq xo'jaligida bitta sohada ishlab kelmoqdaman. Tumanimizda tashkil etilgan nuroniy gruppasida birgalikda tumanimizda barcha fermer xo'jaliklariga erta-bahordan bor yordam berib kelmoqdamiz. Oddiy dehqon farzandi bo'lishimga qaramasdan 2007-yilda davlatimizning buyuk mukofoti Do'stlik ordeni bilan 2012-yili fidokorona xizmatlari uchun orden bilan mukofotlandim. Inson qadri ulug'lanayotgan yerimizda biz nuroniylarga bo'layotgan e'tibor insonni g'ururlantirib yuborar ekan. Insonga yanada kuch-shijoat bag'ishlar ekan. Namunali oila sohibi, tabarruk 70 yoshni qarshilagan Mahmudulla aka turmush o'rtog'i Hamidaxon aya bilan 4 o'g'il, 2 qizni tarbiyalab kamolga yetkazdi. Ular bugun turli jabhalarda faoliyat olib borishmoqda. Turmush qurganlariga 50 yil to'lgan bu oilaga hamma havas bilan qaraydi. Inson qadri ulug' va aziz. Bugungi kunda inson qadri uchun olib borilayotgan ishlar birgina nuroniylarda juda katta e'tirof etilyapti. Mana shunday o'zini mehnati bilan, halol fidoyi mehnatlari bilan bugungi kunda nuroniylarning oldida turgan Jiydakapalik Mahmudulla Yunusov qilgan mehnat evaziga qadr topgan insonlardan. Mahmudulla aka doimo nafaqat mahallada, butun Uychida, Uychi tumanining dehqonlariga madadkor, dehqonlarga suyanchiq. Chunki har bir hududda bir nafardan nuroniylarimiz fermer xo'jaligi rahbarlariga baholi qudrat yordam beryapti. Shularning biri Mahmudulla Yunus. Ulug'bek hududida barcha fermerlar bu kishini otaxon, ustoz deb e'tirof etadi.